Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Amerikanın prezidenti Joe Biden əfəndinin Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanun layihəsiyə qol qoyuşı və onun əhəmiyyəti üstündə söhbət edib barımız. Biz bu münasibətlə Amerika Xalqaralıq Dini Erkinlik Komitetining müavin rəisi Nuri Türkel əfəndini bu söhbətə alayı təklif qıldıq. Nuri əfəndi, söhbətimiz xoş gəldiniz. Sizge mi köp rahmet. Nuri əfəndi, həmmimiz bilgəndək, bugün, yəni 24 dekabr günü Amerikanın prezidenti Joe Biden əfəndi Uyğur məcburi əmgəkinin aldın eliş qanun layihəsiyə qol qoyub, bunu rəsmi qanuna aylandırğanlığını cəkalığan boldu. Bunun bütün dünyadakı Uyğurlar nəhayət şadlandı, həm də həmmimiz nəhayət xoşallıq çömdük. Sizningcə həm də bu qanunun həm də bugün qol qoyuşı həm də Amerikanın Avam Palata və Kengaş Palatasının ötən həftə ötüşdən keyin həm də bu qanda bir əhəmiyyətə ega. Bu bugünkü bu mühim program uğurlaştığınız için köp rahmet. Bu bugünkü kanun imza koyuşununki mandaq 3 cəhətlik əhəmiyyəti var. Birinciden ictimai cəhətdəki əhəmiyyəti. İkinciden Uyğur qırğınçılığını toxtuşdaki türkçülük rolu. Üçüncüden Amerikanın iqtisadi sağlamlığı, iqtisadi pakızlığı. Bu zincir, təminləş zincirdə köpçülükün ağzı köp deyilmatqan bu təminləş zinciri 20 yıldan beri şu Xitayla ticaret münasibət Dünya Soğuk Təşkilatıga əza bolğandan tartib bu şəkillenib qalğan nəhayət bir ağır bulğunuş məsələsini həll qılıdı. İkinciden endi muşunun içi yana bu Amerikanınki devlet mənfəəti uzun müddətlik şu Xitayga oxşaş bir dövlətə təminləş zincir məhsullatlarından tayınıb qalmaslıqınki tayınıb qalğan bəzi məhsullatlarını başqa dövlətlərə yetkəşninki qanuni cəhətdən, iqtisadi cəhətdən türk olduğan bir səbəbi. Hem yəni muşunun içində üçüncü bir əhəmiyyətli yeri bu Amerika hem de muşunla özününki bu dövlət içindəki bəzi işsizlik məsələsini yeni bir sanaat bərpa qilish, məsələn şu texnologiya cəhətində deyimiz, bu enerjiya inqilabı, yenidən atılayotgan energy green technology revolution deb atılayotgan muş yeni sahələrдəki mühit asraş məsələsi həmmə nərsəyə bevas təsir göstərən mündəq bir mühim qanun. Yəni şu vəcdən şunu deyiş mümkün. 20 yıldan beri Amerikanın şu Xitayla yapıyotgan ticari münasibətində və şunun münasibətlik nöqsanlarını aniqlaydigan, xatalıqlarını tüzüdigan Muş münasibət səbəbindən şəkillənən yeni dövr qulluqqa xatim verilən müşündaq bir strategiyalik əhəmiyyəti var bir qanun. Həm də ictimai mövqedən sözləgəndə Amerika xalqı uzun ildən beri muş Xitaydan gələn əzam malınınki xumar olub və Amerikadakı şirkətlərin konqressə, hökumətə bisiminin səbəbindən, yəni Xitayınınki xidmətini qilish səbəbindən və şu yerki ticari mənfəətini qoğdaş səbəbindən bu yerdə bir ictimai müştaq bir mühit şəkillenib qalğan. Xitayını tənqid qilib bolmaydı. Xitay ilə bizning iqtisadi münasibətimiz çemberçə söhbət etgan. Xitayının açığını keltirib qoysaq bizə iqtisadi zərb oldu. Bisim bu degenge oxşaş bu səbsətiga müşarqılıq bir xatim verildi. Əmdi ən mühim məsələ Uyğur qulluq məsələsi. Hazır davam qatqan Uyğur qırğınçılığının içindəki halqılıq məsələnin bir boğun üçün. Xuddi Trump hökuməti, Biden hökuməti işkilisi bu 21. əsrdə biz qulluq tüzümünü asas qılıb durub bunda qırğınçılıq yol qoymayımız degan vədəsinin ifadəleniş uluna salıdı. Çünki bu qanunu ötküzməy durub Uyğurlarının qulluq əmgək əhvalını özgərtməy durub u yerdəki o genosidni, qırğınçılıqni toxtatışmanı deyiş nəhayət reallıqqa uyğun gəlməydigan bir məsələ. Şu vəcdən hem de ictimai cəhətdən Amerikalılarga bir uyğunuş və özününki şkaplarını, mal aldığan dükkanlarını tazlaş fürsəti və dövlətin içindəki iqtisadi sağlamlığını bərpa qıldığan ən mühimi Uyğurlarının genosid bu qırğınçılığını tügütüşkə iqtisadi yoldan, ticari yoldan bir release salıdığan, türkçülük rol oynaydigan bir əhəmiyyətlik bir strategiyalik yönünüş bu. Rahmet Nuri Efendi. Hem de Amerika hükümeti elbette bu Amerika'da hem de Uygurlarga münasibetlik qol qoyulgan ikinci kanun bulup hesaplandı elbette. Ötken yılı Trump hükümeti vaxtida Uygur kişilik hukuk siyaset kanununu qol qoydu. Yani o kanun bilen hazır ma kanunun mahiyet cihetki farkı qanday buldu? Ötken yıl 6. ayının 17'si imza qoyulup təsdiqlanğan Uygur İnsan Hakları Siyaseti Kanunu
asosiy jihatdan Uyg'ur Amerikaliklarni, Amerikada yashayotgan yeşil kartvalarning bexatarlik va Xitoyninki tahdid, zo'rliq, zo'mbuliqlardan saqlashni markaz qilgan. Ondan keyin bu Global Magnitsky qonunining ijroiyatini targ'ib qilgan va uningga yo'l yo'riq bergan. Ondan keyin bu State Department'dan Tashqi ishlar ministridan yilda inson huquqlari to'g'risida report chiqargan. Amerikaning 18 istixborot idorasining boshlig'i bo'lgan NDI'dan Uyg'urlarning har qaysi davlatlarda Xitoyninki zo'rliq, zo'mbuliqqa, majburiy aktish masalalariga tadqiqot qilib, uningda report chiqargan shunday bir comprehensive bir umumiy bir qonun edi bu. Lekin o tarix ahamiyatini chiqqanda Uyg'urlarning insoniy tarixida tunji qatim bir g'arb ellarining bir erkin davlatninki qonun tuzish organidan o'tirg'i chiqqan shunday bir ahamiyatli qonun. Hem simvoliy jihatdan, hem mazmun jihatdan ahamiyati bor. Endi bu siyosiy qonun. Bugun chiqqan, bugun imzo qo'ygan Uyg'urlarga hisobda bayram sovg'asi bu. Uyg'urlarga bu bayram sovg'asidan boshqa bu bir davlatlarning orasidagi dunyodagi ikki cho'ng iqtisodiy kuchning orasidagi tijoriy munosabatning kelajagini tangshaydigan, o'zgartiradigan va yangi bir muhit barpo qilgan bunday bir muhim bir qonun. Shu vajdan bu qonunni men shuni deya olaman, o'zim bir tijorat advokati, xalqaro advokat ishlarning ichida yurayotgan biri bo'lish sifatim bilan shu Amerikaninki yaqin zamon iqtisodiy tarixidagi bo'lib Xitoy hokimiyatlan berayotgan eng halqiliq qonunlarning biri deb ko'rsak xatolashmaymiz. Şuna bu kanun stratejiya, iqtisodiy manfaat, ta'minlash zanjiri, Amerikaning import-eksport qonun tuzumlaridagi nuqsonlarni hal qiladigan va kelajakdagi Xitoy bilan bo'lgan munosabatini tangshaydigan va yangi yo'lni boshlaydigan shunday bir muhim qonun bo'lgani uchun o'tgan qitim qonundan nechasi kuchlik, nechasi praktikal, nechasi bu haqiqiy ahamiyati va ondan keyin buningki ijroiya bo'lgandan keyin buning amaliy bir natija chiqish mumkinchiligi va shunday bir qonun deb qaralyapti. Bundan Nuriye Efendi albatta bu Prezident Bidenning bugun qo'l qo'yishi bilan Uyg'ur xalqining ayda zo'r xo'shallik cho'mdi, ham suyundi buningdan. Ammo hamda qo'l qo'ydi, bu qonun bo'ldi. Ikkinchi qadamda hamda Amerika hukumati buni qanday ijro qiladi? Birinchi qildigan ishi shu qonunning yo'l-yo'riqi bo'yicha Biden hukumati shu Uyg'urlarning majburiy emgakidan mahsulot yaratayotgan, har turli buyumlarni yasatgan shirkatlarning tizimligini tadqiq qilib, tizimligini yasab chiqadi. Yasab chiqqandan keyin bu tizimlikdagi shirkatlar Amerika hukumatiga o'zining majburiy emgak orqali mahsulot yaratmayotganligini isbotlaydi. Endi bu bir mukammal bir jarayon. Endi hozir bizning bu hukumatning chiqargan bu qonun siyosatida bu bir kapitalistik davlat, bir kapitalistik bozor iqtisodi bilan davlat boshqaradigan bir davlat sistemasi bo'lgani uchun Amerika hukumati shirkatlarga qanday tijorat qilish to'g'risida emir berolmaydi. Lekin tijoratining sog'lomligini kuzatadi, nazorat qildi va tegishli jazosini berdi. Buni administrative enforcement mechanism deymiz. Endi bu yerda hozir yo'l yo'q. Şu şirketlerge bu mesuliyetini ötküzüp etiş. Sen bana mecburi emgek, kulluk emgekini işletmeyatkallıklarını ispatlaşın gerek dep. Hem hükümetin yükünü acizlaştırdı, hem bunu bu mesuliyetinki çıkış noktası olan, şu vaziyetninki oturgu çıkışının sebebi olan şu Amerika şirketlerine mecburlar. Çünkü ne vaktin beri sizin haberiniz var. Bu Trump hükümeti olsun, Biden hükümeti olsun, bu business advisory çıkardı. Ticaretinizga diqqat qilinglar, qonuniy mas'uliyat qilmanglar, mablag'laringizga diqqat qilinglar, inovatinglarga diqqat qilinglar deb bu targ'ib tashviqlar bo'layotganda bu quloq kirmadi. Uning yeriga shu qonunni o'tkazish jarayonida sizning xabaringiz bor. Bu cho'ng shirkatlar Nike deymiz, Adidas deymiz, shu Coca-Cola deymiz, shu cho'ng dunyoda xalqaro markalar kongressga lobbichilik qildi. U lobbichilik qilishning natijasida o'zini menfaatini qo'g'daganda qilgan bilan biz qulluq tuzumini Xitoyda davom qilishga ruxsat qilishimiz kerak degandek ma'no berib qo'ydi. Shunga bu yerda bu mas'uliyatni hukumatdan men doim ingliz so'zlasam bir so'zni ishlatma boardroom nimadan bu situation roomdan boardroomga chiqarish kerak deb bu shirkatlarning ustida o'tirib suhbatlashadigan masalaga aylanadi bu. Shunga bu bir aqlona bir usul, lekin hamda tabiiyki uning oraliqda bu ijro bo'lish jarayonida har turli to'sqinliklarga
qiyinchiliklarga duch kelish ehtimoli buni ko'z tutish kerak. Albatta, Xitoy hukumati hamda bunga qattiq norozilik bildirdi va unga qarshi ba'zi bir usullarni, yo'llarni tepib Amerikaga qarshi turishni mumkin. Masalan, shu Amerikadagi eng chong shu kompyuterning chip yasaydigan shirkati Intel ikki kundan yaqin masalan shu Xitoydagi o'ziniki sho'balariga shu Xinjiangdan chiqqan har qanday bilimini ishlatmanglar deganlik uchun Xitoy hukumatining qattiq besim kelib Xitoyning yer shari vaqti gazetlari qattiq tillagan. Shuningdan keyin Intel shirkati masalan Xitoy hukumatidan Xitoydan kechirim so'rab biz xato qildik degan bo'ldi. Masalan Intel Amerikadagi eng chong kompyuter chip yasaydigan shirkatning biri xalqaro nihoyatda ta'sir doirasi kuchli. Hozir endi sizningcha garchi Amerikada bu qonun chiqdi. Amerikaning shirkatlari bo'libmi Xitoyda bo'libmi Uyg'ur munosabatlik ba'zi shirkatlar yoki Uyg'ur rayoni munosabatlik ba'zi mahsulotlardan foydalangan yoki ishlatayotgan shirkatlar albatta bu qonunning majburiyati bilan ba'zi o'zining xizmat usullarini yoki o'zining shu keladigan materiallarni, xam materiallarni bularni nayda ehtiyot qilish mumkin. Balkim o'xshash shaklda o'zining Xitoydagi sho'balarga o'sha Intel o'xshash Xinjiangdan kelgan mahsulotlar yoki xam materiallarni elish diqqat qilinglar deyish mumkin. Ammo Xitoy hukumati bu yoqda Intelga besim qilgandek bunda hujum qilsa bu shirkatlar qanday qildi? Bu nayta muhim o'ylash tegishli bir masalani o'tirib qo'ydingiz. Bu shirkatlarni men bu necha vaqtdan beri Uyg'urlarninki haq-huquqini targ'ib qilayotgan bir bo'lish bilan shirkatlarga sahib chiqishimiz kerak degan taklifni bergan chog'da ba'zi insonlar bu qanday gap deb so'ragan. Buning sababi siz hozir o'tirgan masala. Endi bu 20-30 yildan beri xalqarodagi mashhur markalar H&M'ning hikayesini bilasiz, Nike'ning yeni varganını bilasiz. Ben bugün mush kunda imzo qo'ygan kunida Intelga Xitoydan jazo ko'radi, ommaviy jazo. Milyonlarcha shirkat shaxsiylar chiqib u Xitoyning nimesida tanqidlardan buning oldini olish uchun bu H&M'ning beshiga bu hukumatningki targ'ib bilan boyqut qilish masalasi duch kelgan chog'da ya Swedish hukumati ya Amerika hukumati uningga bir narsa demadi. Demegandan keyin buning Nike bu Xitoydan majburiy emgak mahsuloti ishlanayotgan deb qaralayotgan Xinjiangdan olmaymiz degan narsani o'chirib uni asli qaytarib oldi. Ham bu yerda bo'lgan bir 3 oyning ichida bo'lgan ziyon H&M'ga 74 million dollar. Bu mushundaq ahvol ostida hukumatlar buning oldiga chiqish kerak. Masalan, bu Intelning bugungi oldi keyingi dasishidimi? Şu xalqarodagi kuchli davlat, iqtisodiy kuchli davlatlar, Germaniya bo'lsin, Amerika bo'lsin, Sweden bo'lsin, mushlar bu o'tirg'i chiqib Yevropa birligi. To'xta, ma tijorat bizningki bularning qilayotgani sening siyosiy manfaating xizmat qilish emas. Bizning bu yerda bularni boshqadan qonunimiz bor. Boj qonunimiz bor, milliy ishlar qonunimiz bor, tijorat qonunimiz bor, import eksport qonunimiz bor va tijoriy axloq qonunlarimiz bor. Bununla bo'ysunilgan, mecburlaydigan biz. Şun bularga sen bunda besim qilma deb hukumatlar bununla diplomatik besim qilish kerak. Bu bo'lmadi. Bo'lmagan uchun bu shirkatlar shu oldakeyniga desab, ashuna o'zini o'sal qilib, bu investorlar, mablag'chilarni norozi qilib, Xitoylarning ishidimi qo'zg'alonga sababchi bo'lib, o'zining dunyodagi nom sharifining markasiga dog' keltirgan ish bor. Buni qanday hal qilamiz? Buni hal qilish uchun shirkatlar birisi hukumatlar bilan birlikda ish qilish kerak. Hukumatlar qarshi ish qilmaslik kerak. Amerikadagi bu Nike'larga o'xshash, Coca-Colalarga o'xshash. Qildigan ish birinchi bo'lib bu Xitoydagi bu ichilmoqchi bo'lgan genocide olimpikni bu shirkatlar sponsorshipdan chekinib chiqish kerak. Ikkinchidan, hozir bu oldimizda ichilmoqchi bo'lgan, ikkinchi bo'lgan shu qishliq olimpikning mezgilida Xitoylar bu shirkatlarga besim qilib bu digital currency'ni tashkil qiladi. Bu dollarning qudratini, quvvatini ajizlashtirish uchun. Buni rad qilish kerak. Masalan, McDonald uning qo'shildi. Bu xato bir yo'nalish. Endi uchinchidan qildigan ishi bular asosida boshqa davlatlarga qarash kerak. Masalan, bu to'qimchilik mahsulotlari Uyg'urlarning qon badiliga, qulliqiga yasilib davom qilish kerakmi? U mahsulotlarni olgan insonlar o'zini rahat his qilamdi. O paxta mahsuloti chiqadigan maxsus o Xinjiang emaski, Xinjiang deb atib olgan bilan u paxta mahsulotininki iqtisodiy manfaatni ko'radigan Uyg'urlar emas.
şu baylık Uygurlarning qulluq bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shunga bu shirkatlar shundaq mahsulotlarni Turkiyaga, O'zbekistonga, Meksikaga, Vyetnamga yetkish kerak. Shun bu tijorat dunyosi bunda ishda nihoyatda qobil. O'ziningki bir davlatdan sistemasida yoki shu yerdagi emgak kuchi masalasidan yoki administrative law qonun jihatdagi to'sqinlik chog'da buni adjust qilish kerak, buni tangshash kerak. Shundaq bir tadbirlarni qo'llanish orqali bu masalaga Xitoylarga shu zo'rliq tusunagan shu masala yetgan. Bugun masalan Xitoyninki Global Times'da bu shirkatlarga tanqidiy fikr bo'lishni nihoyatda ko'tarilmaydigan iqtisodiy bedel to'laydigan holatga keltirish kerak deb tashabbus qiladi. Bu Xitoydagi matbuot kimning? Hukumatninki. Buningga bu g'arb o'llari, kapitalist davlatlar qarab turmaslik kerak. Shunga bu taraf-tarafdan qo'l tutishib beradigan bir zarur bir masala. Hozir Nuriy Apandi bu Amerika hukumati albatta bugun bu qonun rasmiy kuchga ega bo'lgan bo'lsa, ilgari masalan Amerika hukumati Xinjiang ishlab chiqarish Bing Tuanini masalanda jazo oldi masalan. Natijada o Amerikaning o jazo olish bilan Bing Tuanning iqtisodi qattiq vayron bo'ldi. Xitoyning markaziy hukumati ular iqtisodiy jihatdan pul berib, uni jinini saqlab qolish uchun, uni bir kuch sifatida tutib turish uchun zo'r badal to'ladi, iqtisodiy badal to'ladi. Bundan keyin Amerika hukumati masalan bu Huawei shirkatini o'xshash bo'lmagan darajada endi cheklab qo'ydi. Shundan keyin Huawei mo bir iqtisodiy jihatdan nachar bir o'ringa kirib qolgan bo'ldi. Hozir Amerikaning bu Uyg'ur majburiy emgakning oldin olish qonuni qo'l qo'yilgandan keyin hamda bu shu Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidan chiqqan har qanday mahsulotni, ya'ni Amerikaga kelishning oldini oldi hamda hisobda. Toki shu shirkatlar yana bu mahsulotlar Uyg'ur majburiy emgak orqali ishlanmaydi degicha. Hamda sizningcha buning hamda Xitoy hukumatiga bo'libmi hozir hamda Uyg'ur avtonom rayoniga hamda irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizayotgan shu rayonning iqtisodiga qanchalik cho'ng bir zarba bo'ldi bu qonunning qo'l qo'yilishi bilan? Bizning bu tirkishayotgan hokimiyat davlat bir normal bir hokimiyat, normal bir davlat emas. Aslida dunyo jamoatchiligi avaysiz deganda Xitoylarga nihoyatda fursatlarni berdi. Dunyoda sani bo'sh berdi, iqtisodiy jihatdan, texnik jihatdan, ma'rif jihatdan yo'l qo'ydi. Masalan 2018-yili Mike Pence'ninki Hudson Institute so'zlagan nutqida biz Xitoyninki bugungi avval kelishiga biz to'p qo'shdik, biz qilib berdik deydi. Shundoq. Buni sababi gap. Endi bu mushundaq bir kuchlangan, mushundaq bir imtiyozga erishgan davlat aslida o'zininki kelishigini o'ylayotgan bo'lsa, genocide qilmaydi, Uyg'urlarni qirishga urinmaydi. Agar o'zining bir sog'lom iqtisodiy munosabatini ko'z tuta olgan bo'lsa, ko'p kunduzda 21-asrda Uyg'urlarni qul qilmaydi. Agar o'zining bir durust dunyoda bir hurmatga sazovor davlat bo'lgan bo'lsa, bu iqtisodiy jihatdagi bu afzalligidan foydalanib taraqqiy qilayotgan ojiz davlatlarni bizga sanmaydi masalan. Bu hammasi xato bo'layotgan. Shunga bu yerda bu yurgizayotgan siyosatlarning o'lchimi Xitoy hokimiyatining iliqi qilmishi emas, ifodasi qarab turib bunga yakun chiqarish mumkin. Masalan, bular 89-yil o'zining xalqini qirg'anini hozirgacha xatolik deb e'tirof qilmayotgan bir davlat. Bu davlatdan ochiq-oshkora chiqib, biz Amerikaning besimi bilan, Yevropaning besimi bilan qirg'inchilikni to'xtatdik, ya qulluq tuzumini oxirlashtirdik demaydi. Bularda bunday bir esillik yo'q. Lekin bularga kelgan bu iqtisodiy besim, iqtisodiy ziyon u yerda bu yerda ko'rilyapti. Masalan, shu Uyg'urlarni qulluq qilayotgan Huafu degan bu yarn jip ta'minlaydigan shirkat o Shenzhendagi Stock Exchange'da $100 million ziyon tortganini, uning sababini Amerikaninki shu embargosining sababi bo'lganligini, Amerikadagi importerlarning bu import qiladigan shirkatlarning to'xtam amaldan qoldirayotganini qayd qilib so'zlab kelyapti. Biz mushunday narsalarga qarashimiz kerak. Hatto bu markaziy hukumatning Xitoyning bu qilmishni o'zgartirishning yo'liga we have to work on narrative, bu ifodalashni o'zgartirishimiz kerak. So'zlarimizni o'zgartirish kerak. Hatto bu Xitoyninki Communist Parti sekretari Xi Jinping mo lovable image dedi. Haq so'ydigan bir simoni shakllantirishimiz kerak. Shunga bularningki bu yurgizayotgan siyosatninki qanchalik ahamiyatli bo'layotganini ularga qaramay, o'zimiz nimani to'g'ri deb qarasak, nimani sog'lom deb qarasak, nimani insoniyatga foydasi bor deb qarasak, nimani davlat manfaatimizga foydasi bor deb qarasak, shuni qilishimiz kerak. Shunga albatta bu
Xitoyning hamda bu qonun bilan hamda bu Xitoy hukumatining bo'lib Uyg'ur rayonidagi iqtisodiga albatta nihoyatda cho'ng bir ziyonli bir oqibatni olib keldi albatta bu qonun. Elbette shundoq bo'ladi-da. Bu hozir bu import eksport cheklamasi uchirgandan boshqa, shu Uyg'urlarga yurgizgan shu qirg'inchilik siyosatininki harakatlarining qilmishining sababidan 100 ga yaqin bu jazo e'lon qilindi. Bu jazo e'lonlarning ba'zilari import eksportga munosabatli bo'lsa, ba'zisi rasmiy global magnitsky sanction bo'yicha, masalan shu Bingtuan embargo qiliqliq. Onundan başqa bu viza çekimler var. Endi bir yerde bu Bingtuan'ni Amerika hükümeti bunçilik qarashning sebebi bu bir paralel hükümet u yerda. Paralel hükümetin bo'lgandan başqa bu bütün şu Uyg'urlarning ana vatandagi suv va paxta manbasi mushlarning qo'lida. Bu suv olmagan yerda dehqonchilik qilinmaydi. Onun üstü üyedeki asaslık mı şu özün burundan siz biz eşyada yaşayaqtım aqaltın deydi şu paxtını. Bu yer astidan chiqadigan mahsulotlarni qora oltin buni oq oltin deydigan ism bor yo'q. Shu vaqtida mı paxta mahsuloti, paxta manbasi, suv manbasi bütün shu Bingtuanning qo'lida. Undan boshqa hozir bu teshidagi xabarlardami shu 800 mingdan ortiq dunyo miqyosida Bingtuanninki bu shell kompaniyalar vakili ataqda saxta şirketler. O şirketler arqılıq işte ticaret qilayotgan. Hem deysa u hem hükümet organi, hem bir iqtisodiy organ, hem Uyg'urlarni ezishga qurilgan vaqtidan tortib hozirgacha nihoyatda unumli ishlatayotgan bir parallel bir askeriy kuch. Hem shunga bu Amerika hukumatining bundaq bir organga, bundaq bir menace deymiz inglizcha, bundaq bir shaytonga bir nimasini qaratishi menimcha hem strateji jihatdan hem bu mantiqiy jihatdan hem iqtisodiy jihatdan hem insoniy jihatdan nihoyatda muhimlik bir tadbir deb ko'rildi. Bu hukumatning ishida buni to'nig'in uchun bütün tadbirlarni qo'llanayotdi shu organ uchun. Nuriy efendi, oxirgi savolim bo'lsa, yana bu Uyg'ur majburiy emgak masalasi albatta bu Amerikaning ishlom emas. Masalan, yaqinda shu G7 davlatlar yig'indimi bu Uyg'ur mecbur emgak meselesi o'ttirib qo'yildi. Ta'minot zanjir meselesi masalan degandek. Bu Uyg'ur mecbur emgak berib taqashgan ekan. Undan keyin albatta Amerika hukumati albatta boshlamchilik rol o'ynaydi. Masalan, Olimpikni boykot qilish bo'lsin yoki Uyg'ur mecbur emgakdan oldini olish bo'lsin. Sizningcha hamda Amerika prezidenti Joe Biden bu qonun qo'l qo'ygandan keyin hamda sizningcha Amerikaning shu Yevropadagi do'stlari, mayli Angliya bo'lsin, Fransiya, Germaniya, Kanada, Avstraliya degandek bir ittifoqdoshlari sizningchimi bundan keyin shu o'xshash shaklda bir qonunlarni o'tirib qo'yishi va yoki Xitoyning shunday Uyg'ur majbur emgagini ishlatgan shirkatlarni qora tizimga kirgizish mumkinmi? Bu mümkünçilikten başqa zörür bir qadam bosqich bo'lishi kerak. Hozir bu Uyg'ur meselesi, Uyg'ur qirg'inchilik meselesi, Uyg'ur qulluq meselesi dünya iqtisodiy va davlatlarning shu xalqaro ahdnomlarga qo'l qo'ygandan keyingi ahdnoma majburiyatiga munosabatlik masalalar bo'lgan uchun yolg'iz Amerika qilgan ish emas bu. Men ezelden davatımda sizler haberler beryapsizlar, buni aqlliq siyoset mutaxassislari targ'ib qilyapti. Buni Biden hukumati sinabmi, buning natijasini ko'rib baxtdi. Yilning 5'ida Yevropa Birligi, Angliya, Kanada bilan birlikda embargo e'lon qildi. Undan keyin G7'da gerçi Amerika shuning tirishgan bo'lsa-mu, shu official communique'da resmi bayonotida ma'lum davlatlarningki so'roq turishi bilan amalga oshmay qoldi. Lekin bu amalga oshmaganning o'zimi problemni masalani ko'rmaslik varganlik masalasi. Bu masalani agar Amerika bilan Yevropa Birligi birlikda qo'lga qo'l putqa put bo'lib, oldiga chiqib birlikda hal qilmasa, Amerikada tozlagan bilan bu mal Yevropa orqali boshqa davlatlar orqali yana kelaverdi bu yerga. Shuning uchun buni to'sash uchun bu yerda bir global xalqaro darajadagi bunga bir qarshi harakat bo'lishi kerak. Yevropa Birligida masala ig'ir. Yevropa Birligining asosli qo'lliq davlatlarining bo'lgan Italiya hozir mush kunda o'sha atalmış Şinjan eksport miqdori eng yuqori bo'lgan davlatlarning biri. Mush o'tgan yilda Şinjandan chiqqan eksport mahsulotlari 2 hassa ortdi.
Bu nimadan derak berdi? Birisi bulardagi masalaning ig'irligidan derak berdi. Yana birisi bularningki mushu masalaga bo'lgan ko'mak silvilish mas'uliyatsizlik masalasidan ko'rsatdi. Shunga har turlik mushu eng ozda mushu Uyg'ur qirg'inchiligini qirg'inchilik deb jakolgan davlatlar agar Yevropa birligi bilan buni birlikda qilish ta'sis bo'lsa, o'zininki national government bo'yicha buningga bir tadbir qo'llanishi kerak. Buni ya kollektiv usulda yoki ayrı usulda Amerika'nınki bu to'g'ri yo'lga o'tishini chunki tarix siz bilasiz bu bundaq masalada jilman muomilada turgan, ko'maslik silib olgan, xato tarafni tanlaganlarga faqat yaxshi ta'bir bermaydi. Angliyada Neville Chamberlain bilan Winston Churchillni siyosat bir cümle so'zi bilan birisini appeaserninki namoyandasi, yana birisini to'g'ri siyosatning yetakchisi deb tasvirlaydi. Shunga dunyoda hozir bu jamoatchilik Neville Chamberlainning yo'lini tutmay Winston Churchillning yo'lini tutish kerak. Bunda bo'lsa Nuri apandi bu Xitoy hukumati chorshanba kuni yana sizning komitetingizga, sizning raisingiz ham siz bor, yana ikki komissarga jazo e'lon qildi. Aldi bilan bu jazodan sizlar hayron qoldinglarmi? Sizlarning inkosingiz qanday bo'ldi? Buni anglagandan keyin. Sizning xabaringiz bo'lgandek, bu 3-chi qitim Xitoy hokimiyati tarafidan mening xizmatdoshlarimning qo'shtirnoqchi jazolanishga duch kelishi hisoblanadi. Biz buningga ham ko'ngan, ham uni mushtaq bir ahvollar bo'ladi deb kutgan. Shuning uchun bak hayron qolmadik. Boshda sobiq rais Gail Manchin, bu Amerikadagi bir kuchli bir senatorning xonimi hisoblanadi. Ondan keyin bu xristianlarningki gruppalarida nəhayət kuchli ovoz va Tony Perkinni sanction qilgan. Endi biz o'z vaqtida bular shu eng kuchli odamlarga bu bishoratni berish orqali qag'larni harakatini kontrol qilishga undaydigan bir vosita qildimki deb o'ylagandik. Keyin qarasak bu komissiyondan ayrilgan xristianlarning bir rahbari va yosh Johnny Moore'ni sanction qildi. Endi shuninglar tugaydi deb o'tgan, lekin bu qitimki bu siz biraz 4 odamni biraqlam sanction qilishi, embargo qilishi gerçi kutgan bo'lsak-mu biraz hayron qolarlik bir ahvol bo'ldi. Albatta Xitoy hukumati hamda bu qitim to'yotanglarning ismini atab turib, Xitoyning tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Zhao Lijian hamda sizlarga jazo e'lon qilishga asosli sababdan, ya'ni Biden hukumatining 2 hafta ilgari 4 Xitoy amaldori, buningda 2 Uyg'ur o'z ishi olgan, masalan burungi rais Shavkat Zokir ham hozirgisi Erkin Tunyaz qatorliq bularga jazo e'lon qilganlik. Ham Amerika hukumatining Xitoy hukumatining ya'ni harbiy tibbiy akademiyasiga jazo qo'yganlik. Ham Xitoydagi eng chong drone, ya'ni uchqusiz aeroplan yasaydigan DJI shirkatiga jazo qo'yganlik sababidan to'yotanglarga jazo e'lon qilganligini bildirdi. Sizningcha bu jazo endi sizlarning birinchi sizlarning komitetning o'ynayotgan rolining nihoyat muhimligini ko'rsatamdi. Qanday qaraysiz bunga? Bu nihoyat bir muhim bir savolni so'radingiz. Endi bundaq bir countermeasure qaytarma zarba berish masalasiga qaraydigan bo'lsak, shu Xitoylar shu qiliqni chiqargandan bugun qadar kim shu Uyg'ur masalasida aniq ro'shan pozitsiya tutgan, haydakchilik rol o'ynagan, bayroqtarlik rol o'ynagan va ideya sohiblari bo'lganlarning oqida bular mushtaq qo'llayotdi. Yana birisi hamda bir hukumat bo'lishi bilan u Xitoyning ichidagi o'zininki himoyachilarga zag'irtilayotgan cho'moqchilarga biz o'zining bir ish qilayotganligini ko'rsatish uchun ko'rilgan bir tadbir hisoblanadi. Endi bu yerda biz bu ko'rilmanlar yaxshi bo'ladi, siz ham yaxshi bilasiz. Men bo'lay yoki sobiq Amerikaning tashqi ishlar ministri Pompeo bo'lsin yoki sobiq xalqaro diniy erkinlik ishlariga mas'ul elchi Sam Brownback bo'lsin yoki bo'lmasa senator Rubio bo'lsin, Matt Pottinger bo'lsin, hammalar bu xalqaro o'lchamni, xalqaro qonunni, bu insoniyatga qarshi bo'lgan jinoyatni to'xtatish va Xitoylarningki shu qilmishlarini tanqid qilish. Yig'ib aytganda inson haqlarini qo'g'dashga embargo bo'lgan bo'lsak, bu Xitoy hokimiyatidagi abaysiz tilga olgan shaxslar, organlar insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikningki chertojini sızgan, ijroyasini qilayotgan, uni kengaytirayotgan shaxslar hisoblanadi. Bu yerdagi mazmun qaraydigan bo'lsak-mu, qilayotgan ish qaraydigan bo'lsak, biz endi inson haqlari, insonning vijdoni, g'ururni
qo'g'dash uchun xalqqa qonun tuzumlarini qo'g'dash uchun bu ahvolda bo'lgan bo'lsak xitoyniki amaldorlari jinoiy qilmish uchun işte embargo bo'lyotidi. Endi mundaq jihatda aytgan chog'da hamda buni yana bir turlikmi ko'rish mumkin. Winston Churchill'ninki o'z vaqtida siz bilasiz, tarixda bek jiq takrorlangan, naql keltirilgan bir so'zi bor. Dushmanim bek ko'payib ketib boradi degan mushtaq bir ko'z qarashga Winston Churchill demakki men bir ishni to'g'ri qilibman deb javob bergan. Shunga o'xshash endi bu hozirgi shu sanction bo'layotganlar, Xitoy hukumatiningki ko'rsatayotgan inkaslari, shu Amerikada bir xizmatlarning to'g'ri bo'layotganligini ko'rsatib turdi. Mesela sizden xabarınız bor, o'tgan yili 5-oydan tortib, shu men komissiyon kirgandan tortib bugun qadar Amerikadagi kongressda bo'lsin, ma'muriy organ bo'lgan bu prezidentning xizmatchilari orasida bo'lsin, bu bir uyg'unish, bu hozirgi shu Amerika xalqi davlatda yuzlangan shu zavolliqqa bir xil uyg'unish, Hong Kongning sababidan, Uyg'ur qirg'inchilik sababidan bir uyg'unish ve onunla qattiq bir inkas qaytirish mushtaq muhit shakillendi. Buni 90'dan artıq Uyg'urlarga munosabatlik bir yerda qarorlar chiqarildi masalan. Bu oxirgi qarorlar, siz naql keltirgan qarorlarmi? Odatdagi bir qarorlar emas. Endikin bu yaqinda ma'qullangan bu majburiy emgakni to'xtatish qonunimi? Sizning xabaringiz bor, 2019-10-oyda shu kongress guvohlik berganini tortib tasdiqlanguncha nurg'un shaxslarningki tirishchanligi, bizning bu komissionerlarning doim yig'inlarda, hatto sizmi kelib bizga testify qildingiz, bu har turli shu guvohlik yig'inlarida shu texnologiya jihatdagi Uyg'urlarni ezish usullari, ondan keyin bu majburiy qulluq emgak tuzilmasi, onundaki bir xalqaro adolat masalasi, shu genocide ta'bir berish to'xtatib chiqari. Bu to'g'riliklarda nurg'un xizmatlar ilib berildi. Endi bu xizmatlar ilib berilgandan keyin bu Xitoylardan bir davlat bo'lishib bilan bir inkas chiqdi. Shunga hayron qolmadik deganning sababi mushu endi bir bundaq bir inkasni hem chiqirdi, hem o'zining ojizligini shunday orqali ko'rsatdi. Buni negizlik jihatdan qaraydigan bo'lsak, masalan mening Xitoyda bemalol dunyoim yo'q. Xitoyga bir sayohat qilish istigimmi yo'q. Ben 95-yili 8-oyda Amerikaga kelgandan bugun qadar Xitoyning o'zining tashviqotlarini datidi. Men desep baxmadim. Unda planim yo'q. Shuning uchun o ilqi men bo'lay yoki boshqalar bo'lsin, onunki bir tangible, bevosita ilqi xizmatimizni aqsitib qo'ydigan, to'xtatib qo'ydigan yoki bir vahima shakllantiradigan unda bir sabab yo'q deb ko'ramiz. Bu sizobatni yaxshi tushuntirib o'tib ketgandek, hamda Amerika hukumati masalan Harkin Tunyaz bo'lsin, Shekar Zakir bo'lsin, Hulian He, Chen Quanguo, Peng Tuan yana ularning harbiy generallar kim bo'lsin, ularning endi shu Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik ham insoniyat qarshi o'tkazgan jinoyatlar sababidan ularga jazo e'lon qilgan bo'lsa, sizlar bir jinoyat o'tkazmadinglar bu yerda, uningga sababchi emas, endi shu jinoyatlarni oshkorlaginglar. Chunki Xitoy hukumati albatta siz degandek o'zining xalqiga balkim bir mesaj berish uchun bizmi bir ish qilyapmiz degan sababdan qilgan bo'lishi mumkin. Albatta burundan tortib Xitoy hukumati sizlarning komitetning har qanday raisi yo muavin raisi yo komissarlarga bir viza bergani yo'q, berib diniy vaziyatni bir tushuntirib ko'rib kelinglar o'z ko'zinglar bilan. Shunga sizningcha bu Xitoy hukumatining hamda sizlarga e'lon qilgan bu jazosining amaliy bir kuchi qaraganda bir simbol xarakterli kuchi bormi? Faqat Xitoy xalqiga bizmi ular qaytirib zarba berdik deyishdan boshqa bir narsa yo'qligi bu yerda. Bence hech qanday bir nemisi yo'q. Buningki ya amaliy jihatdan ya negiz jihatdan bir ahamiyati yo'q deb ko'ramiz. Bundaq bo'lishining sababi hamda bu yerda bu taktik jihatdan yoki small xarakterlikdan deb qaragan taqdirdami? Bu small xarakterlik siz bilasiz dunyoga bizni masalan hukumat ichidagi, teshdagi xizmatdoshlarimiz bo'lsin, himoyachilarimiz bo'lsin, tonish bilish hammasi tabriklardi. Hatta bu tabrikligidek ish emas deb bayonot berdim. Kelly Karim alayda bayonot e'lon qildi. Bu Amerikaning sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga avatgan ayollar bosh elchisi Nuri Turkal do'stim muborak bo'lsin deb uni ko'rdik. Shunga xeli cho'ng yerlarda muboraklarga o'tdi do'stlarga. Shu endi bu muboraklash madaniyatli millatda bu to'g'ri ish uchun jazolanganda tabriklaydi tabiiy. Amerikaning madaniyatida shundoq adolat uchun so'z qilgan, adolat uchun fidokorlik qilgan, xizmat qilgan, qurbon bergan insonlarni
qadirlaydi, tabriklaydi. Endi tabriklayotgan bilan endi ma'lum jihatda chunki mening kallamda har turli o'ylar keldi. Keyin o'yning biri endi tabiiy sizlar tabriklayapsizlar, xizmatimizni e'tirof qilyapsizlar, natijamizni ko'ryapsizlar, ammo o'xshash vaqtda bundaq bir sayohat erkinligini Xitoyninki embargosi bo'lmasimi biz aldaburun yo'qotib bo'lgan degan narsam kallam keldi masalan. Mesela ben siz mi destek bakmadınız, ben mi destek bakmadım. Hatta iltimas qilganlarımı viz vermetken bir ahval aslında. Şu mahiyetçetten deysem de bütün şu Uygur cemaatçiliki gayri şekilde embargoda yaşatkan bir millet. Şunun için benim için o seyahat erkinliğini çekleş, o nesler pek çok nesler. Lakin bazı şahslar için, mesela bir senatör ya congressman olsa, yani onunki keyinki hükümetten ayrılgandan keyinki şahsi hayatında ma'lum derecede bir nim bo'lishi mumkin, ta'siri bo'lishi mumkin. Mesela bir çoğun şirketler hizmet ko'rilishib qolsa Xitoyga berish kelishmasidan bizga unda bir narsa yo'q, bizda unda bir nimalikmi yo'q. Şu anda bu hem mahiyet jihatdan, hem negiz jihatdan toza bir iliqi tit for tat deydi. Sen unda qilgach, bunda qilman deb ko'rsatgan javobdan boshqa bir narsa ko'rinmadi dedi. Sabaytın dep ötep ketgende sizlerning hech qanday bir hareketinglar, faoliyatinglar yoki xalqaro Xitoydan boshqa xalqaro safaringlarga hech qanday bir to'salg'ulik bo'lamaydi. Ammo Amerika hukumatining masalan Erkin Tunyas, Shuhrat Zakir, Qo'lyangi qatorliq, Chunchongo qatorliq Xitoy amaldorlariga qo'ygan bu jazosi albatta bularninki Xitoyning teshib chiqishiga nihoyatda bir cho'ng bir ta'sir qiladi. Masalan, shu şikayetinin aldığı Amerika hükümeti mesela müştaq ceza ilan qilgandan keyin mesela Shuhrat Zakir bilan Erkin Tunyas qarsak viloyatda matbuotda mı yo'q hozir mesela yaqin dunyoda. Shuningga buning ta'siri darhol ta'sir kuchini ko'ryapmiz. Sizningcha hamda bundan keyin Amerika mesela hozir mushundaq hem Xitoy amaldorlarini hem bu irqiy qirg'inchilik mas'ul bo'lgan Uyg'ur amaldorlarini bundaq jazolashi Xitoy hukumatining hozir yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish yoki to'sashda qanchalik muhim rol o'ynaydi deb qaraysiz? Biz için hem de Amerika için bundak embargolar pek bir ehemmiyetsiz iş. Hem de bilirsiniz Xitoy hakimiyeti gelip San Francisco'nun şehir başkanı, Virginia'nınki governor'sine sen Uygurlarga talaş, namayish qilish erkinlik verdim deb Washington şehrinin şehir başkanı embargo qilmaydi. Hem de bir yerde bu bizninki Amerika hükümetinin tutkan pozisiyasi bu targeted sanction deb ataymiz. İngilizce siz bilirsiniz bu qonunchilikda jiq ishlatiladigan söz. Onun lekin network sanction deydi. Targeted sanction degan beshini embargo qilish. Bu qadam bosqich hozircha yetarlik bir darajada tamomlandi deb ko'rish mumkin. Endi bu networkni kengaytiryotdi. Masalan, uning oldidagi bu masalan bir siyoset tuzdigan ba, siyosetni tashviq qildigan ba, icra qildigan ba, kengaytirdigan ba, to'g'ri ko'rsatadigan uningki spin doktor deymiz, bundanlari bor. Hem de hozir bu chertov sızgan arkitektlerini asas jihatdan biri qurdan Amerikada embargo qilib bo'ldi. Hem de networkni kengaytiryapti. Bu network deganimiz abay siz naql keltirgandek bu bir ichnarlik nait insonni o'yga soldigan bir rezillikning ifodasi. Bu shu Xitoyninki askeri meditsina tadqiqot akademiyasi endi Uyg'urlarni brain control, shu mingsini kontrol qildigan, genini tahrirlaydigan, o'zgartiradigan ve mingi bilan bedendeki cismi communication bu signal almashtirishni mashina orqali kontrol qiladigan mushtaq askeri weapon qurol yasatganligining sababidan embargo bo'ldi. Endi bu nimasi deganda bu entity listma hisobda bu muqartizmlik, bu bir cheklash usuli, import export kontrol qilgan. Bu hozir bu Xitoyga nisbatan bu embargo kengayotdi. Kengayib bu targeted sanction'dan network sanction. Tor nimasiga. Mesela onun 5'iga misal keltirgan bilan o 5'ini sen sana buncha bir shamal kelyotdi 5'ari berib qo'ygan bilan bu töven jihatda bu shirkatlarga, ijroiyatchilariga uni facilitate qilayotgan, katalist qilayotgan, harakat qilayotganlarga hatto g'arbning davlatlaridagi shirkatlarning tegishli roli bor. Şu hazır bir yerde bu network sanction müştak bir tür ahvalı mevcut. Şu için bu Washington'da bu bir neçə gün yağı boğan vaziyet bu siz abay degen dünyadaki en çok commercial ticari
drone yasaydigan, adamsiz aeroplan yasaydigan bu DJI'ninki sanction bo'lishi, SenseTime'ning sanction bo'lishi, undan keyin bu Xitoyning askeri meditsina tadqiqot akademiyasi va uning 11 tavalikidagi shirkatning. Bu bir kichik narsa emas. Bu bir kichik narsa emas. Bu bir davlatningki texnik jihatdagi, askeriy jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi manfaatiga taqishilgan narsa. Shu anda bu embargoninki salmoqqa qaraydigan bo'lsangiz, bu başlasak şu Rubio'dan tatib Sam Brownback hamda kelib menda to'xtadi bu. Bu hammasi bir davlat ma'murlariga berilayotgan bir nimamdi. Men Amerika hukumatining amaldori. U menga qilayotgan narsa Amerika hukumatining ichki siyosatiga aralashganlik bo'ldi hisobda. Bizning xizmat funksiyamizga daxl tarz qilgan bo'ldi. Men qonunni ijro qiladigan o'rinda ishlayman. Mening xizmatimda, mening xizmat salohiyatim, xizmat tartibim, kunlik qiladigan ishim 98-ci qonun qiziqlik. Şungalık bana undaq talada sözleydiğen, yazıdığan, görüşüdüğen onda çeklimi yok. Benim çünkü kıldığan işim kanun icra kıldığan bir hizmetendi bu. Yani şunda bu kaçka bu bizge şun bunu köygende mi haqlarının vay Xitaylar bunu kılıp deydiğen inkası bilen Xitayga Amerika hükümetinin gösteratkan bu cevabı bununki uzun müddetlik tesiri oldu. Uygurlarning irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun mushunda qarorlar ilish kerakdi deb mundaq ta'bir berildi. Oldingi masalan bu bizning tijorat ministri bu Raymondo'ning chiqargan qarorda o'qisangiz mundaq teningiz uchun g'ujjil bo'ladigan mazmunlar bor. Endi hozir Uyg'ur xalqi bu genini o'zgartiradigan bir materialga, tajribaxon materialga aylanib qoldimi? Endi Uyg'ur xalqi Mыңыз bilen put kolunun arasındaki bu signal almashtırışını Xitayning mashinasini kontrol qiladigan ahvol. Bu nimendi biz hozir bu Uyg'urlar adammi, boshqa birmi yoki tajribaxonki chashqanmi deydigan narsa kallangizga keladi-da bu. Buning qanday bir adam chidab tura oladi? Endi biz yashayotgan Amerika davlati o'z vaqtida Hitlerlar mushundaq bioweapon orqali Yahudlarni qirishni planlagan, tajriba qilgan. Hozirgi Xitoy hokimiyati o tajriba qilish degan bo'lib bo'lgan hozir Muşu devam qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini ijro qilayotgandan boshqa bu yetmayapti. Bu yetmay hamda inglizcha gene editing degan xatni tarjima qilib qo'ygan odam buning qancha bir vahshiy narsani ko'ra oladi. Shuning uchun bu embargo mundaq embargo bu. O'ylab beqing, bir insonni yana bir hukumat, yana bir shaxs berib seninki tabiiy yaratgan egisi sana Alloh bergan, Xudo bergan mushu aqliy, jismiy qobiliyatini mashina orqali qurol yarog'lan kontrol qilamiz degan vaziyat yashadi. O'ylab beqing. Yani mujda avval ostida Amerika hukumati jim turish kerakmi? Biz nima bo'lib qolamiz vaqtida? Biz endi shirkatlarni qo'yib berib, sen tijoratini qilaver, shu shirkatlarga mablag' sag'in deb qo'yish kerakmi? Bu bundaq bo'lmaydiki. Bu bundaq bir hukumat bo'lmaydi, bundaq hukumat sog'lommi bo'lmaydi. Şu hozir bizning hukumatimizdan chiqarayotgan bu qarorlarga, bu tadbirlarga bunda o'qib qo'ydigan bir tadbir emas. Buni haqida nurg'un foyda ziyon tarozi selishlar bo'ladi, dalil isbotlarga qarash bo'ladi. Chunki bizning bu yerda chiqqan qarorimizning bir ahamiyati bo'lgandan boshqa javobgarligi bor. Chunki u qaror ijro bo'lishi kerak. U qarorninki chiqarishningki hech qanday siyosiy tus olmagan qonun ve paket asasida chiqarilgan qaror bo'lishi kerak. Bu bir qonun tuzumlik davlat. Şu anda bu mesele bir mesele, onundaki yana bir bu yakında bizning Uyg'ur jamoatchilik diqqat qilmay qolgan, Amerika Uyg'urlarining diqqat qilmay qolgan yoki yetarli diqqat e'tiborini bermagan bir mesele var. Amerika hukumati hozir Amerikaliklarning Xitoydagi shu Uyg'urlarning qirg'inchiligiga yetakchilik qilayotgan, his qo'shayotgan, yordam qilayotgan texnologiya bo'lsin, boshqa shirkatlarga mablag' selishini chekladi. Bu mübekçik sözlenmeyen narsa. Çünkü hazır Amerika halkı bu bütün boğatkan Xitoydagi bu rezaletçilikka, bu zulmetlik dünyaya mablag' silayotidu. Buni şuna multifaceted deymiz, bunu o'xshamagan yo'nalishdan ko'p qirliq ilib berayotgan vaziyat deyishning sababi shu. Shu hozir buningda Amerikaning emgak ministri, moliya ministri, tijorat ministri, undan keyin tijorat vakilining ofisi, ondan keyin FBI, Adliya ministri, bu tashqi ishlar ministri doim qiladigan ish-ku.
Şuna bu mujundaq bir keng ko'lamlik vaziyatga aylandı. Mesela siz Amerikada uzun yaşadınız. Bir qitim Amerikanınki ticaret vekilining Uyg'urlar to'g'riliq bayon bergini ko'rib baqqanmidingiz? Undaq bir narsa yo'q. Bu mecburi emgak qonuni o'tishidan bizning bu USTR Catherine Tai derhal bayonot verdi. Buna bir to'g'ri qara. Bu mujundaq bir sistem bu. Şuna buni Uyg'ur jamoatchiga ko'rayotganlarmi qandaqdir bir siyosiy nishonda yoki bo'lmasa Xitoyni urilish uchun yo Xitoyni tanqid qilish uchun yoki bo'lmasa bir ma'lum shaxsning tashabbusi bilan ma'lum siyosatchiniki qilayotgan ish deb ko'rmaslik. Bu Amerikaning davlat manfaat masalasi ba'zi. Iqtisodiy manfaat masalasi, axloqiy vijdoniy majburiyat masalasi. Chunki biz tarixda ko'rgan buning oqibatini qanday bo'lganligini. U never again bu tekrar bo'lmaydi deb qo'ysa bo'lmaydigan ish bo'lmaydi. Uni oldini oladigan ish bo'ladi, tadbirini ko'radigan ish bo'ladi, tegishli jazosini beradigan ish bo'ladi. Biz şu vaziyetde hazır. Bu endi Xitoy hukumatining e'lon qilgan amnistiyaning komiteti e'lon qilgan jazo qarag'andan Amerika hukumatining yani shkapning oldida e'lon qilgan bu siz adab ketgandek Xitoyning shu harbiy meditsina akademiyasiga DJI Sense Time şirketlari ham Şökra Zakir bo'lsin, Erkin Tunyaz va Xuliyanqa qatorli Xitoy amaldorlariga qilingan jazo nihoyat kuchli, ajallik bir jazolar. Xitoy hukumati albatta uning qancha kuchliligini his qiliqliq. Hozir Xitoy hukumatining sizlarning komiteti e'lon qilgan bu jazo sababini hozir sizlarning komitetining xizmatdagilarning buningkin keyinlik chekinishga sabab bo'lamdi yo texmi ilgirlagan holda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan bu jinoyatlarni oshkorlashda rolinglarni texmi joriy qildirganga bir turtki bo'lyapti. Endi siz bu Amerikalılar medeniyetini yaxshi bilasiz, müşahid o'qidingiz, xizmat qilyapsiz. Bundaq bir tadbir Amerikalılarning medeniyetida, Amerikalılarning dunyo qarashida aks ta'sir beradi. Bular tog'liga chiqib haqlarga qanchashmaydi, haqlarni ism bilan chaqirib ayblamaydi, laqam qo'ymaydi. Nihoyatda bunda bo'lmagan bo'lsa bo'ldi, endi qilib sapsa, endi uningki javobini men beray deb xizmat bilan ko'rsatdi. Mesela bu Tony Perkins'nin qanchada Amerikalılar buni qanchalik bir hamoqatli ishligini degan. Siz bilasiz Tony Perkins'ning radio stansiyasi bor Amerikada. Bu radio stansiyada Xitoylarni tashviq qiladi bu kunda. Bu demak bu kelajak Amerikaning davlatchilik siyosat ta'sir ko'rsatgan narsa bu. U mesela Tony Perkins'ni to'xtatib shu yoqda so'ng texmo rag'batlantirib etdi. Yana birisi ham bu yerda bu bizningki 7 hozir 9 komissionerning 7sini embargo qildi bular. Buningki yana bir turlik bundan ma'nosi bo'lishi mumkin. Chunki biz State Department'dan butun dunyodagi hamma davlatlarni kuzatdi. State Department'dagi xalqaro diniy erkinlik ofisdan. Biz 26 davlatni kuzatamiz. Buning to'pida Xitoy bor. İran bor, Saudiya Arabiston bor, Shimoliy Koreya bor. Bu O'rta Osiyodagi stonlar bor. Bular hammasi Xitoyning yanchiqidagi davlatlar. Amerikaning 50 dan ortiq treaty allies bor. Xitoyning birmi treaty allies yo'q. O eng yaqin treaty ally bo'lgan shu Shimoliy Koreya. Bu yerda bu Xitoyning bu xalqaro diniy erkinlik komitetiga bunchalik e'tibor berishdimi? Abay ta'kidlangan salmoq jihatdagi mazmuniy jihatlarni hisobga olmaganda buningda o'ziniki cho'moqchi davlatlarga, ittifoqdoshlarga himoyachiligi bo'lib, Uyg'ur genocide masalasida men sening orqangda turyapman degan bishoratni berayotgan bo'lishi mumkin. Shu qo'sh imzo etayotgan davlatlarning mutlaq ko'p sondagisi. Pokiston deymiz, Saudiya Arabiston deymiz, bu Iron deymiz, shu dumboqchi yeyotgan Xitoyning dumboqchi davlatlarining hammasi bizning musulmon davlatlar. Musulmon davlatlar va biz kuzatadigan, doklad beradigan Amerika hukumatiga qattiq siyosat beradiganga taklif qilgan davlatlarning ichidagi hisob shu tizimli davlatlar. Bu hozirgi shu davom qilayotgan jangi jidalda, public diplomacy jidalda bular birlarini urush orqali yana birlariga mesaj berayotgan mushta ahvolni ko'rish ta'sirimiz. Bo'lib shu 26 davlatning Uyg'ur genocide masalasida siz tizimlikini ko'rib baqsangiz hayron qolasiz. Hammasi izchil qo'llayotgan davlatlar. Izchil Xitoyga imzo etayotgan davlatlar, izchil Xitoyni maqtayotgan davlatlar. Lekin ichinarliq yeri mutlaq ko'p sondagisi musulmon davlatlar. Shu anda bu yerda ham salmoq jihatdan, ham simbol xarakter jihatdan, ham o'ziningki jamiyat xarakteri jihatdan
bu qilayotgan qiliqlari qarab bir ta'bir berish mumkin. Siz obatında bir ketdiniz Tony Perkin bu Xitoy jazo e'lon qilib, buning oqibati albatta bu radio stansiyasida mandirayotgan bir inson, buning ergashuvchilari albatta jiq anglag'uvchilari cho'nqir bir ta'sir ko'rsatadi. Deb bundan keyin albatta buningdan burun siz obatında bir ketdiniz Xitoy hukumati masalan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo, hozir Kengash palata a'zosi Marco Rubio, sobiq diniy ishlar bosh elchisi Sam Brownback, anikin Savdo ministri Wilbur Ross qatorliq shunda nait Amerikadagi mashhur donliq siyosiy ta'sir kuchli bir insonlarga jazo e'lon qildi. Masalan, oldimizda 2024-yili yana prezidentlik saylan bo'ldi. Bundan balkim Mike Pompeo o'zini prezidentlik kandidat qilib ko'rsatishi mumkin. Marco Rubio ilgari o'zini prezidentlik kandidat qilib ko'rsatgan. Sam Brownback apandamo hozir gerçi hokimiyat bo'lmasa, ertaga yana hokimiyatning muhim bir o'rniga kelib xizmat qildi. Sizningcha Xitoy hukumati agar Mike Pompeo misolga deyli, oldimizda prezident bo'lib saylanib qilish mumkin. Qilib qolsa bu Xitoyning hamda Mike Pompeo qilgan jazosining oxirida qanday bo'ldi deb o'ylaysiz? Amerikalılarda bir daim kullanılan söz var. Xitoy hokimiyati reyimsiz ama amakat emas dedi. Bu amakatlik yamancık görünüp gidiyor. Hem reyimsizlikini ko'ryapmiz. Şu 800 ming Uyg'ur kichik balını anasından dadısından ayırıp etkenden özlem yeterlik reyimsizlik. Hem daha bay degandek kural yasap Uyg'urlarning ki kallasidan qilmishini kontrol qilishga harakat qilayotganligi o'zi qancha reyimsizlikni ko'rsatadi. Ama amakatlik jihatdan amakatlikni ko'ryapmiz. Masalan bu Amerika'nın gelecekte prezident kandidatı olduğun siz ikkin dediniz de Ted Cruz mu var? Ted Cruz mu sanction? Bular da bu Cumhuriyet Partisi'nin içinde bu Xitoy meselesinde nihayeti meydanı roşan qattiq turayotganlar. Hem bu Mike Pompeo'nun o gelecek saylamda prezident qilishdan boshqa mumkinchilik bo'lgandan boshqa bu Fox News'da bu şu konservativlar en ko'rdigan Amerikan Post'un 20 kunda xabarini oldigan kanalda bu adam egzaki obzortisi hisobda. O'zining sanction bo'lgan kunda men sanction bo'lganim uchun mushta so'zlayim demaydi u. Lekin Xitoy hokimiyatining mohiyatini, Komünist Partisining mohiyatini, bu medeniy dunyoning mavjudligini ko'rilayotgan bu tahdidni, ondan keyin bu texnologiya shu iqtisodiy ustunlikdan foydalanib dunyodagi normal bu hokimiyat sistemasini ag'dirib tashlayotgan narsaning hammasi mush odamlarning og'zidan chiqsa haqlarda resonate deymiz, bu haqning kallasiga ta'sir qiladi. Shunga bu yerda self-fulfilling prophecy deymiz, o'zining kichkina birdamlik ko'nglini amal topirish uchun buni cho'moqda urayotgan bilan bu Amerikaning davlat ishida bu Uyg'ur masalasi hozir domestic election issue, bu yerlik saylan masalasi. Ama siz degandek bu odamlar hammasi nihoyatda g'olliq insonlar. Bular birimi desa haq yod qoladigan, naql keltiradigan insonlar. Yani bularning og'zidan chiqqan fikrlar, tanqidlar bu jamoatchilikninki dunyo ko'z qarshiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu yerda bu Xitoy hukumati menimcha o'zininki tegishli xizmat qilayotganlarning oqida yurmay, o'zining qilmishini o'zgartgan bo'lsa, ama reallik o'zlangan bo'lsa, buni to'g'ri deb ko'rish mumkin. Endi hozir ikki xatolardan bir to'g'rini o'tirg'i chiqarman deydi. Unda ish bo'lmaydiki. Bu butun dunyo qo'zg'alib ketadi. O'ylab beqing. Siz bu Uyg'ur masalasini uzundan beri aktivist hayotingiz bo'lib vaqti, hamda jurnalist hayotingiz bo'lib hozir bu management ishi qilyapsiz. Siz mushunchalik e'tiborga berildi deb kutib baqqanmi Amerikada? Bu bir odam men kutgan desa bu bak realist bo'lmagan bir gap bo'ldi. Mush 2 yildan beri hozir qarasangiz mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlar xizmat qilayotganlar Uyg'ur emas. Mani Xitoylar tez bilinmaydi. Çünkü bu devletten muşunda bir karakter var. Bu xalqni muşunda bir vicdani shock to conscience deymiz, vicdanını silkiydigan, hareketga soladigan ishlarga mecbur qilyapti. Shu bu sobiq hukumat amaldorlari bo'lsin, hozirgilar bo'lsin, fursatparastlik qilmay, ularning nom sharafini yagurman deb avarolmay, o'zining qilmishini tekshirish kerak. Chunki hozir bularning yurgizayotgan bu siyosati, bu narrative deymiz, jamoat so'zlayotgan so'z iboralari, tutgan pozitsiyasi, bo'ri diplomasi deb ism qo'ygan qiliqlari bularning davlat manfaatiga hech uyg'un emas. Bu normal davlatning qildigan ishi emas. Endi hozir bu deydi haqlar bu Xitoylarni isolated bo'ldi deb. Shunga bundaq tit for tatni to'xtatib,
bunda bir to'g'ri ishni izlanishni eng başta to'g'ri ishning birincisi Uyg'urlarning begunoh so'linib ketganlarni eng ozda bu qolgan bundan nurg'un nimalar bor qadam bosqichlari. Shuni to'xtatish kerak deb shunda tashabbus qilmish ommaviy so'rovlarda, ishki yig'inlarda. Shu anda shunda qanday bu ikki xatolarni bir to'g'rini o'tirib chiqargan olmaydi. Bir narsani ustiga yepib qo'yganlar bir yerda tushib chiqadigan ish chiqadi. Bundan keyin bu bir masalaning bu yerda Amerikaliklardan bor. Voy bu biroz vaqtdan keyin o'zligidan yo'qolib ketadi degan ko'z qarashmi? Mencha hamoqatchilikning ifodasi. Ko'p rahmat Nuriy apandi bugun bu suhbat qatnashganingiz uchun. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishishga xushvaqt.